Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi navbatdagi ma'ruzamiz bu demak organik birikmalarning kislorod saqlaydigan toifasi, ya'ni kislorodli organik birikmalarni ko'rib chiqamiz siz bilan. Demak, kislorodli organik birikmalarni asosiy sinflari bular spirtlar, aldegidlar va karbon kislotalardir. Demak, kislorod organik birikmalar, spirtlar bular tarkibida o'zining tarkibida bir yoki bir nechta OH guruhini, ya'ni spirt gruppasini saqlaydigan moddalar. Aldegidlar demak ular tarkibida karbonil gruppasini saqlaydigan birikmalar. Shuningdek, aldegidlarning izomerlari ketonlar ham mavjud. Demak, karbon kislotalar tarkibida karboksil gruppani, bir yoki bir nechta karboksil gruppani saqlaydigan organik birikmalardir. Funksional guruh demak bu moddani ma'lum bir sinfga mansubligini aniqlab beruvchi atom yoki atomlar guruhi hisoblanadi. Endi spirtlar molekulasida uglevodorod radikali bilan bog'langan bitta yoki bir necha gidroksil guruhini saqlaydigan birikmalarga spirtlar deyiladi. Spirtlar demak tarkibidagi OH guruhini soniga qarab turib bir atomli, ikki atomli va ko'p atomli turlarga bo'linishi mumkin. Xususan, spirtlarning klassifikatsiyasi demak bir atomlilarda bitta OH bo'ladi, ko'p atomli bo'ladigan bo'lsa bir necha OH guruhlarini o'zida saqlashi mumkin. Demak, bir atomli spirtlarning asosiy vakillariga qaraydigan bo'lsak, demak metanol ko'rib turganingiz, keyingisi demak etanol, propanol, butanol. Ko'rganingizdek, demak ular tegishli alkanlarning nomiga an sufiksini o'rniga ol sufiksini almashtirish orqali nomi yasaladi. Demak, ko'rib turganingiz hammasi birlamchi spirtlar sirasiga kiradi, sababki OH guruhiga ulangan uglerodni faqat bittagina qo'shni uglerod bilan bog'langanini ko'rishingiz mumkin. Agar ular bir necha ikki yoki uchta uglerod bilan bog'langan bo'lsa, tegishli ravishda demak ikkilamchi va uchlamchi spirtlar deb nomlanadi. Demak, metanol sufiks ol qo'shilgan hammasida ko'rib turganingizdek yoki bo'lmasa ikkilamchi tarixiy nomi, demak metil spirti, etil spirti, propil, ya'ni tegishli radikalga spirt so'zi qo'shilishi bilan nomlanadi. Demak, spirtlarning nomenklaturasi, demak hozir ko'rib chiqqanimizdek, ular asosan demak ol sufiksini, an sufiksini ol sufiksi bilan almashtirish orqali olinadi. Rangsiz, demak etanol bizda rangsiz suyuqlik, o'ziga xos hidga ega bo'ladi. Suv bilan istalgan nisbatda aralashtirish mumkin. Katta miqdordagi esa juda zaharli hisoblanadi. Tibbiyotda, aviasozlikda va oziq-ovqat sanoatida ko'p qo'llaniladi. Metanol rangsiz suyuqlik, o'ziga xos hidga ega, demak juda ham yaxshi erituvchi, lekin bu etanolga qaraganda ham ko'proq zaharli suyuqlik hisoblanadi. Demak, izomeriyasi aytib o'tganimizdek, ularda uglerod skeletining izomeriyasi va gidroksil guruhini, ya'ni funksional guruhni ko'chish izomeriyasini kuzatishimiz mumkin. Quyida demak uglerod skeleti izomeriyasi keltirilgan. Olinishi spirtlarni qanaqa qilib olinadi? Demak, galogenlarni ishqoriy gidrolizi orqali olishimiz mumkin. Bunda demak radikalga yopishgan galogenni o'rniga demak ishqor tarkibidagi OH guruhlari almashadi. Demak, bu jarayon suvli sharoitda boradi. Agar bu jarayon spirtli sharoitda borsa, demak tegishli alkenlar hosil bo'ladi. Yoki alkenlarni gidratlash usuli bilan ham spirtlarni hosil qilishimiz mumkin. To'yinmagan uglevodorodlarni gidratlash natijasida demak bir atomli yoki ko'p atomli spirtlar hosil bo'lishi mumkin. Demak, aldegidlarni gidrogenlar, ya'ni aldegidlarni qaytarish yo'li bilan yoki glyukozani bijg'itish yo'li bilan, bakterial bijg'itish yo'li bilan olishimiz mumkin. Demak, sanoat miqyosida asosan glyukozani bijg'itish usuli bilan katta miqdorda spirt ishlab chiqariladi. Endi fizik xossalarga kelsak, demak, quyi molekulyar spirtlar o'ziga xos hidga ega suyuqliklardir. Demak, agar uglerodlar soni 12 tadan oshadigan bo'lsa, yuqori molekulyar spirtlar hisoblanib, qattiq moddalar bo'lib, ularning qaynash harorati uglevodorodlarga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. Tegishli uglevodorodlarnikidan katta hisoblanadi. Gamma qatorda yuqorilashgan sari qaynash harorati oshib boraveradi. Past molekulyar spirtlar suv bilan istalgan nisbatda aralashishi mumkin. Demak, spirtlarni odam organizmiga ta'siri, demak, avvaldan ko'rib chiqilgan. Metanol zaharli suyuqlik, 30% eritmasi, demak, insonni ko'rib bo'lishi mumkin. Etanol, demak, spirtli ichimliklar ishlab chiqarilganligi bilan buyraklarning yemirilishiga olib keladi. Insonning hazm sistemalarini, a'zolarini patologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Endi, spirtlarning kimyoviy xossalari, demak, spirtlar aktiv metallar bilan reaksiyaga kirishadi va vodorod ajratib chiqaradi va tegishli alkogolatlarni hosil qilishi mumkin. Quyidagi hosil bo'lgan modda natriy etilat, ya'ni alkogolat hisoblanadi. Yoki gidrogalogenlar bilan reaksiyaga kirishib, demak, tegishli funksional gruppani o'rniga galogen atomlari bilan almashinishi mumkin. Endi parchalanish reaksiyasi, ya'ni degidratlanish reaksiyasi mavjud. Demak, spirtlarni sulfakislotali sharoitda 140 gradus temperaturadan yuqori yoki pastga olib borilishiga qarab, demak, tegishli oddiy efir yoki bo'lmasa alkenlarni olishimiz mumkin ekan. Endi oksidlanish reaksiyasiga keladigan bo'lsak, demak, barcha spirtlar yonadi va tegishlicha karbonat angidrid va suv hosil qiladi.
Demak, metanol rangsiz suyuqlik, qaynash harorati 64 gradus, o'ziga xos hidga ega, u suvdan yengil va ozgina demak ko'kimtir olov bilan yonadigan suyuqlik. Tarixiy nomi yog'och spirti. Metanol sanoati tez sintez gazdan olinadi. Demak, sintez gaz bu demak a, is gazi va vodorodni 1:2 nisbati. Ajoyib erituvchi hisoblanadi metanol. Undan turli xil organik birikmalarni sintez qilishda foydalaniladi. Metanol juda zaharli, uni ichish mumkin emas. Demak, 30% eritmasi odamni qo'rqib qo'yishi mumkin. Demak, etanol etil spirti deyiladi. Rangsiz suyuqlik, qaynash harorati 68 gradus. O'ziga xos hidga va achchiq ta'mga ega, suvdan yengil, istalgan nisbatda suv bilan aralashadi, oson alangalanadi, biroz yorug'lik chiqaruvchi ko'kimtir olov bilan yonadi. Demak, etanol ham zaharli hisoblanadi. Etil spirti organizmga tushganda, demak, og'riq sezuvchanligi pasayadi va bosh miyaning po'stlog'idagi tormozlanish jarayonlari bloklanadi. Mastlik holati yuzaga keladi. Mastlik dastlabki bosqichlarda bosh miya katta yarim sharlaridagi tuzilmalarda zarar ko'radi. Ovqatlarni boshqaruv markazlari faolligi susayadi. Odam o'z harakatlarini oqilona nazorat qilish qobiliyatini yo'qotadi. O'ziga tanqidiy munosabatni kamayadi. Pavlov, demak, bunday holatni subkorteks g'azabi deb atagan. Qonda, demak, spirt juda ko'p bo'lsa, harakat markazlarining faolligi susayadi. Asosan miyacha faoliyati buziladi. Shuning uchun ham odam, demak, butunlay muvozanat holatini yo'qotishi ham mumkin. Demak, etanolni zaharli bo'lgani bilan, demak, u sanoat miqyosida juda ko'p sohalarda foydali hisoblanadi. Sirka kislota ishlab chiqarishda foydalaniladi. Demak, kosmetika va parfumeriyada foydalaniladi. Tibbiyot moddalarini ishlab chiqarishda, demak, ko'pchilik dori vositalar, ekstraktlar, o'simliklar ekstraktlari, demak, asosan spirtda eriydi. Lak ishlab chiqarishda ishlatiladi, sintetik kauchukni ishlab chiqarishda ishlatiladi. Demak, etanol zaharli bo'lgani bilan uni sanoat miqyosidagi tatbiqi, ya'ni ishlatilishi juda keng. Endi ko'p atomli spirtlarni diollar yoki bo'lmasa poliollar deyiladi. Ular ham spirtlarni ayrim xossalarini takrorlaydi. Ya'ni aktiv metallar bilan ta'sirlashadi. Demak, natriy gidroksid bilan ular bir atomli spirtlardan farqliroq reaksiyaga kirishadi va mis-2 gidroksidi eritmasi bilan o'zaro ta'sirlashadi va bu ko'k rangli kompleks modda xalatni hosil qilib, demak, sifat reaksiyasini beradi. Endi aromatik spirtlar, demak, fenollar ham deyiladi. Karbon kislota, demak, aromatik spirtlar molekulasida gidroksil guruhi benzol halqasi bilan bog'langan organik birikmalar bo'ladi. Bularning birinchi vakili fenol hisoblanadi. Fenol bir rangsiz kristal modda bo'lib, demak, saqlash jarayonida oksidlanadi, ya'ni o'z-o'zidan oksidlanib, pushti rangga kirib qoladi. Karbon kislotalar tarkibidagi karboksil guruh demak bo'lgan moddalarga karbon kislotalar deyiladi. Endi biz agar biz aldegidlar va karbon kislotalar xossalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, fizik xossalar formaldegid bu o'tkir hidli rangsiz gaz bo'lib, uning 40% eritmasi formalin deb ataladi. Asetaldegid o'tkir hidli gaz bo'lib, u etil spirti va uksus bilan, ya'ni sirka kislotani ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Karbon kislotalar, demak, organik birikmalar hisoblanadi. Ularning molekulasida bitta yoki bir necha karboksil guruhlar mavjud bo'ladi. Ularning izomeriyasi ham xuddi spirtlar va aldegidlarniki kabi, demak, uglерод skeletining izomeriyasi va sinflararo izomeriyalar kuzatiladi. Demak, fizik xossalari karbon kislotalarda ham, demak, uglerod soni ortishi bilan ularni suyuq holatdan qattiq holatga o'tish kuzatiladi. Zichligi ortadi, qaynash suyuqlanish temperaturalari, demak, tegishli ravishda ortib boradi. Endi bular, demak, ishqorlar bilan reaksiyaga kirishish xususiyati, spirtlar bilan murakkab efirlar hosil qilish reaksiyalariga kirishi, demak, galogenlar bilan reaksiyaga kirishib, demak, galogenli xossalar hosil qilishi va kislotalik muhitini yaratib berishi bilan, demak, spirtlardan farq qilib turadi. Endi karbon kislotalar, demak, bu kislotalar ko'pchiligi dezinfeksiyalovchi vosita sifatida, shuningdek, organik sintezda juda ko'p qo'llaniladi va sanoat miqyosida ko'pchilik organik moddalarni ishlab chiqarishda, xo'jalikda kerak bo'ladigan, demak, ko'pchilik moddalarni olishda ishlatiladi. Xususan, sovunni oladigan bo'lsak, sovun bu yuqori molekulyar karbon kislotalarni ishqorlar bilan, ya'ni natriy bilan bo'ladigan bo'lsa, demak, qattiq sovun, kaliy bilan bo'ladigan bo'lsa, suyuq sovun deb yuritiladi. Shuningdek, karbon kislotalarning spirtlar bilan hosil qilgan birikmalari murakkab efirlar deyiladi va bu murakkab efirlar turli aromatizatorlar olishda va turli texnika uchun zarurati bo'lgan, demak, yoqilg'ilarni sifatini oshiruvchi moddalar olishda ishlatiladi. Endi bularning izomeriyasi bilan, demak, taqdimotimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Shu bilan bugungi leksiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.